Assalomu alaykum. Bugungi obzorimizda shunday Chilonzor makroykadan shirin chorrahasi 2-4 nastroykalardan. Uyimiz mashina nastroykani birinchi etajida 2 xona 50 kvadrat metr, podvoli ham bor, xuddi shuncha 100 ming deyishyapti. Mana uyimiz ichiga ham kirib oldik. Kirishimizda shunaqa koridori bor. To'rda spalnisi. Spalniga bitta rom qo'yib berishar ekan, juda zakaz qilingan ekan. Mana birinchi xonasi. Mana spalnikning bu tarafdan ko'rinishi. Mana spalnikdan chiqqanimizda to'rda kuxnyasi, o'ng qo'lda zalimiz bu tarafdan ko'rinishi, aboylar remontlar qilib, lustralar qo'yib, konditsionerlar ham qo'yib qo'yilgan ekan. Mana zaldan chiqqanimizda to'rida sanuzeli bor ekan, unitaz, rakvina va dushoy kabinkalari bor. Va kuxnyamiz. Kuxnyada ham оборудованиеlar qo'yib qo'yilgan ekan. Mana kuxnyamiz bu tarafdan ko'rinishi. Kuxnya, koridor va sanuzeli to'pli pol bo'lgan ekan. Shularni nastroyka qidirib yurgan tanishlaringizga videoni tashlab qo'ydim. Va podyezdamda tushib kelishimizda chap qo'lda podvoli, kirish podvoli ham keng 50 kvadrat metr uyga qo'shib berilar ekan, shu narxi ichida. Podvolimiz mana shu santexnik ishlarni qilib ketishgan ekan, to'pli poli ham bor ekan.